Ona qizim, bolajonim, nimalar qilyapsiz? Beshik o'ynayapsizmi? Barakalla bolajonim. Beshik ota-bobolarimizdan bizga meros bo'lib qolgan. Beshikda bek bolalar katta bo'ladi. Yana bolajonim, alla beshik qo'shig'i bo'lib, bola tug'ilganidan to beshikdan chiqqunicha aytilgan. Yana u bolaning rivojlanishi hamda mukammal inson bo'lib yetishi uchun juda ham katta rol o'ynaydi. Hozir men sizga alla aytib beraman. Tinglaysizmi bolajonim? Aytay jonim bolam, quloq solgin alla, shirin allam tinglab asta uxlab qolgin alla, shirin allam tinglab asta uxlab qolgin alla, alla yo alla, alla yo alla. Yuzimdagi tushgan yoshga hayron bo'lma alla yo, baxtimga sen katta bo'lgin, omon bo'lgin alla.